O'tgan darsimizda sizlar bilan min-max funksiyasini ko'rib chiqqan edik. Endi bu videoda sizlar bilan demak yanada qiziqarliroq mavzuga to'xtalib o'tamiz. Ushbu mavzuyimizda responsivga doir, ya'ni biz kichkina qurilmalardan foydalanganimizda, misol uchun iPhone'dan yoki bo'lmasam Samsungdan foydalansak, ularda demak brauzerdan ochib biror bir saytni qidirib topib kiradigan bo'lsak, ya'ni o'sha sayt responsiv bo'ladigan bo'lsa, ular qator ko'rinishda ko'rinadi. Ya'ni kichkina qurilmalarda qator ko'rinishda. Elementlarimiz pastga tushardi. Ya'ni qizil elementimiz pastga, demak yashilimiz ham pastga, ko'k rangimiz ham pastga tushadi. Ya'ni kichkina qurilmalarda. Buni hosil qilishimiz uchun CSS o'zini texnologiyasi, ya'ni media query'si mavjud. Undan foydalansak bo'ladi, lekin biza gridda ham xuddi shu narsani hosil qilishimiz mumkin. Buning uchun demak repeatdan foydalanamiz. Repeatdan tashqari birinchi qiymatiga 4 beryotdik. Buni o'rniga autofill qiymatini kiritamiz. Saqlaymiz. Brauzerni ochib ko'ramiz. Demak, agar biz buni yaqinlashtiradigan bo'lsak, ya'ni kichkinalashtiradigan bo'lsak, mana ko'ryapmiz, 4-elementimiz pastga tushyapti. Ya'ni hozirgi aytib o'tgandek responsiv holatga kelyapti kichkina qurilmalarda. Yana kichkinalashtiradigan bo'lsak, 3-elementimiz ham pastga tushyapti. Yana qisqartirsak, demak har bitta elementimiz alohida qatorda joylashyapti. Demak, bizga ushbu holat kerak, ya'ni responsiv qilishimiz uchun. Demak, biz bemalol media query'dan foydalanmagan holda griddan foydalanib ushbu ko'rinishga keltirsak bo'ladi. Umumiy saytimizning layoutini. Bundan tashqari bizda autofit ham bor. Autofillga o'xshaydi, faqat farqi nimada? Misol uchun autofillni ko'radigan bo'lsak, mana kattalashtirib ko'raman. Bu yerda gridda ham qolishim kerak. Demak, mana grid yoqdan. Mana kattalashtiradigan bo'lsam, hop, bu yerda mana ortiqcha ustunlik hosil bo'lyapti. Ya'ni autofill bizga ortiqcha ustunlarni ham hosil qilib beradi. Ya'ni umumiy ekranni to'ldirish uchun va elementlar bo'lsa, o'ziga tegishli bo'lgan ustunlarni oladi, qolganlar bo'lsa bo'shliq bo'lib qoladi. Demak, bu autofillda. Agar biz buni autofitga o'zgartiradigan bo'lsak, demak, saqlaymiz. Tekshirib ko'radigan bo'lsak, bunda buni aksini qilyapti, ya'ni elementlarga qarayapti. Biz bundan tashqari min-maxga auto ham bergan edik. Shuni demak inobatga olgan holda bizda elementlarimizni ekranga to'ldirib beryapti. Shunda ortiqcha demak bizda ustunlik hosil bo'lmayapti. Demak, mana gridda yoqsam 4 ta ustun hosil bo'ldi. Autofitda ham xuddi mana qisqartirsak, bu yerda ham pastga tushadi elementlarimiz. Demak, mana. Demak, biz asosan autofitdan foydalanamiz, chunki hozir aytib o'tganimdek, autofillda ortiqcha ustunlik hosil qilganligi uchun ham ko'pincha ishlatmaymiz.